Avtomobil sharqqa qarab yurishini mamnuniyat bilan kuzatib boradigan va Rossiya fuqarolik jamiyati uchun xavfsizlikka tahdid soladigan Yevropa fuqarolariga murojaat qilmoqchiman. Bu haqiqatan ham sizning manfaatingizga mos keladimi yoki yo'qligini o'ylab ko'ring. Ukrainada NATO ko'magida fascistik rejim o'rnatildi. Bu hokimiyatni qo'lga kiritib, Rossiya fuqarolarining xavfsizligiga tahdid soldi. Hech kimga sir emaski, NATO Ukrainadagi banderovchilar va boshqa natsist tashkilotlarini moliyalashtirgan va bu hatto g'ururga aylangan. Bugungi kunda ko'plab yevropaliklar Ukrainadagi fascistik rejim tomonidan Rossiyaga qarshi jang qilishdan faxrlanishadi. Ammo bir daqiqa o'ylab ko'ring, siz Ukraina hududida Rossiyaga qarshi kurashayotgan, birodarlik tuzadigan va natsizm va fashizm mafkurasini o'zlashtirgan fuqarolaringizni shu qadar faol qo'llab-quvvatlaysiz. Bular Ukrainada tajriba orttirgan holda davlatlarni qurolli yo'l bilan qanday bosib olishni allaqachon biladigan vatandoshlaringizdir. Agar bu jigarrang va bu sizning uyingizga qaytsa, u o'zi bilan o'lim va halokatni olib yuradi. Ushbu fuqarolar Yevropaga, o'z vatanlariga, o'z xalqlariga qaytadilar. Men sizga ++lar kafolat beraman. Ular davlatlarni egallab olish tajribasini sizga qo'llaydilar va o'z fuqarolarining huquqlari va erkinliklariga katta mamnuniyat bilan zarar yetkazadilar. Chunki Ukrainada ko'plab ukrainaliklar o'zlarini va oilalarini himoya qilish uchun o'z davlatlaridan qochishlari kerak edi. Ukrainadagi fashistlarni Rossiyaga qarshi qo'llab-quvvatlab bundan xursandmisiz? Ammo fashistlar mafkurasi bilan ifloslangan fuqarolik jamiyatingizning bir qismi fashistlar Germaniyasida bo'lgani kabi hokimiyatga kelganida qayerga yugurasiz? Agar siz faqat nemislar fashist deb o'ylasangiz adashasiz. Har qanday xalq agar uning mafkurasi natsizm bilan oziqlangan bo'lsa, fashistlarga aylanishi mumkin. Natsistlar mafkurasi bilan kasallangan, o'z xalqini huquq va erkinliklarga putur etkazgan bobolaringizdan so'rang. Bu Yevropada edi. Fashistlar nemislar, fransuzlar, italiyaliklar, ispanlar, bolgarlar, viyojirlar, finlar va boshqalar edi. Ularning barchasi o'zlarining yetakchisi Hitlerga qasamyod qildilar va o'z fuqarolarining huquqlari va erkinliklarini katta zavq bilan buzdilar. Ularni o'ldirdilar. Shunday qilib, bu jigarrang va bu sizga Ukrainadan qaytib keladi. Ammo Rossiya qochganingizda Rossiya Federatsiyasi fuqarolarining ko'ziga qanday qaraysiz? Xulosa qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring.